Assalomu alaykum Islom Mobile obunachilari. Biz sizlarga bugun Koreyadan kirib kelgan svejiy tovarlarimiz obzorini qilib beramiz. Flagman modellarda xudo xolasa smartfonlarga garantiya beramiz. Birorta petnosi yo'q. Petnosi bo'lsa petnosi bor, yo'q bo'lsa yo'q deb rostini aytamiz. Bizning manzilimiz so'rayotganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xonaqoq masjidi ro'parasida joylashgan Islom Mobile telefon magazini. Pastdagi nomerlardan murojaat qilsalaring, telefonni to'lov tomonini orqa oldisini video qilib tashlab beramiz va 200 ming so'm klik qilib berasizlar. Oldindan telefon yetib borgandan so'ng qolgan to'lovlarni qilasizlar. Telefonni tekshirib ko'rib, ma'qul kelsa qolgan to'lov qilasizlar. Inshaalloh smartfonlarimizga magazinimiz tomonidan 1 oy garantiya beramiz. Xo'p, unda biz obzorni boshladik. Bizga S24 Ultra modellari juda ham keng assortimentda kirib keldi. Ko'rishlaring mumkin. Har birini birma-bir obzorni qilib beramiz. Inshaalloh holatlari ideal holatda. Buni imeykalari 100% ofitsialniy o'tgan, YSMgacha o'tgan. Inshaalloh bemalol xarid qilishlaring mumkin. Zakaz beringlar. Xo'p. Natural Svet S24 Ultra holatlari ideal holatda inshaalloh. Birorta petno nuqtasi yo'q. Petno nuqtasi bo'lsa, qaytarib jo'nataverasizlar. Juda ham ommalashgan neobычный svet xohlaganlar uchun gold, limon svet ham deyishadi. Ko'rishlaring mumkin holatlarini ideal holatda birorta petno nuqtasi yo'q. Xudo xolasa agar petnosi bo'lsa, vazrat qilib qaytarib olaverasizlar. Qora svet neobычный akalarimiz uchun. Xudo xolasa holatlari a'lo darajada, qirilgan, shilingan joylari yo'q, ekranlarida dog'lari, pechatlari yo'q. Xudo xolasa bemalol xarid qilishlaring mumkin. Va bir donagina juda ham hadavoy bo'lgan svet. Ko'rishlaring mumkin. Smartfonlar nok inshaalloh olib maza qilib ishlatasizlar. 23 Ultra so'raganlar uchun 2 dona. Holat buni ozgina petnolari bor. Petnolari borligini hisobiga chegirma narxda 510 dollardan chiqarib beramiz. Petnolari bunaqa katta emas, mana shu yerda ozginagina. Qaylarida. Xudo xolasa smartfonlar tiniq holatda 510 dollardan BTS pochta orqali, tezkor pochta orqali yetkazib beramiz. Shu yerda ozgina petnosi bor. Smartfon xarid qilayotganlaringda pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsalaring, telefonda to'lov tomoni orqa oldidan video qilib sizlarga tashlab beramiz. Xo'p, bizga 24 plus 1 dona kirib kelgan. Tepasida ozgina shilingan joyi bor. Qolgan holatlari juda ham a'lo darajada. Ko'rishlaring mumkin. Bu smartfonimiz sizlarga 490 dollarga chegirma narxda yetkazib beramiz. S25 xohlovchilar uchun neobычный svet 2 dona. Juda ham ideal holatda, birorta petno nuqtasi yo'q. Holatlari go'zal. Ko'rishlaring mumkin. Inshaalloh smartfonlarga bemalol zakaz berishlaring mumkin. Imeykalari bilan birga YSMlari ham ofitsialniy o'tgan. Birorta petno nuqtasi yo'q, buni ham ideal holatda turibdi. 24 S24 xohlovchilar uchun ko'rishlaring mumkin. 3 dona kirib keldi. 2 dona qora svet, 1 dona gold svet. Xudo xolasa petnolari hech qayerda yo'q. Juda ham go'zal holatda turibdi. Qora svet istovchilar uchun smartfon petnosi bo'lsa, orqaga qaytarib olaverasizlar. S23 S23 istovchilar uchun telefonlarimiz ideal holatda. Foydalanib olinglar, bunaqa smartfonlar haddan kelavermaydi, bir keladi, bir ketadi. Smartfonda birorta petno nuqtasi yo'q. Ro'zvi opalarimiz uchun inshaalloh ko'rishlaring mumkin. Sovg'aga bersalaring ham juda ham xursand bo'lishadi. Gold svet. Smartfon tiniq. Salafallari ham olinmagan daji. S23F smartfonimiz bir donagina kirib keldi. O'ta ham tiniq holat. Birorta petno nuqtasi yo'q.
ko'rishlaring mumkin. Buni ishqibozlari ham bor. $325 chiqarib beramiz. S25 Edge so'raganlar uchun smartfon ushlashga juda ham mos, ixcham smartfon, 2 dona. Smartfonni birorta nuqta petnosi yo'q. Buni narxini sizlarga 12 talik bo'ladi. $645 dastavkasi ichida qilib beramiz. Telefonlari ham olinmagan, ko'rishlaring mumkin. Smartfon uncha urilmagan, tiniq holatda ishlatilgan. O'zlarining qiroli bo'lgan Legend 24 avlodini eng ko'p sotilgan smartfonlari 21 Ultra. Bir donagina qora sveti tiniq bo'lgan holatda, birorta petno nuqtasi yo'q. Inshaalloh olib baraka qilasizlar. $325 ga chiqarib beramiz sizlar uchun. S22 smartfonlarimizdan ham kelgan. 4 xil svetda bor. Smartfonlar inshaalloh birorta petno nuqtasi yo'q, ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Oq svet. Juda ham neobычный. Qorda oppoq sveti. Rozvi. Bu smartfonlarni sizlarga xo'p. Bu narx esimdan chiqib qoldi, albatta pastga yozib ketaman. 16 Pro. Shu donagina. Ideal holatda, sosteniyasi o'ta ham go'zal. 256 talik desert svet, yo'nkislari 100. Oz fursat ishlatilgan. Buni narxini sizlarga $900 qilib beramiz, chegirma narxda. Dastavkasi ichida bo'ladi. Bonusiga chexol stiklo qilib beramiz. Ideal holat, birorta petno nuqtasi yo'q. Va yana oppoq svet xohlaganlar uchun 16 Pro oq svet. Inshaalloh bu ham 100 yo'nkisda. Birorta petno nuqtasi yo'q. Buni ham $900 qilib beramiz. Chexol va stiklosi magazinimiz tomonidan bonus bo'ladi. Inshaalloh bemalol zakaz beraverasizlar. 128 talik xohlaganlar uchun 16 Pro tepasida ozgina lat degan joyi bor. Shuni hisobiga chegirma narxi $830 ga qilib beramiz. Qolgan joylari tiniq. Buni emekasi 100% o'tgan, yesimi ham o'tgan. Olib maza qilib ishlatishlaring mumkin. 16 qora svetda 2 dona tiniq holatdagisi keldi. iPhone 16 ko'rishlaring mumkin. Birorta petnolari ham yo'q. Inshaalloh smartfon tiniq. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, buni narxini sizlarga $745 qilib beramiz. Smartfon aybi bo'lsa aytyapmiz. Tiniq deyapmiz, petnosi bor deyapmiz. Xudo xolasa mijozlarning ishonchi biz uchun birinchi o'rinda. 15 Pro oq svetda 256 talik holatlari o'ta ham go'zal, birorta petno nuqtasi yo'q. Ko'rishlaring mumkin. 15 Pro xohlovchilar uchun. Buni narxini sizlarga $725 qilib beramiz. 14 Pro bir donagina kirib keldi, 256 talik. Tiniq holatda. Bu ham oq. Bu safar juda ham oq svetga urg'u berdik. Buni narxini sizlarga chegirma narxida $570 ga chiqarib beramiz. 12 iPhone 12 sotuvchilar uchun 2 dona tiniq holatdagisi keldi. Inshaalloh olib maza qilasizlar. Birorta petno nuqtasi yo'q, buni ham ko'rishlaring mumkin. Ideal holatda. Bir donagina shu yerda petnosi bor ekan mana. Biz ham smartfonlar endi kirib keldi, hali ko'zdan yaxshi kechirmadik. Shu yerda ozginagina petnosi bor ekan. Inshaalloh qolgan joylari tiniq holatda. Buni narxini $280 qilib beramiz. Hozirgi kunda juda ham topish qiyin bo'lgan va iPhone ishlatkim kelyapti, ixcham bo'lsin deganlar uchun 12 mini o'zlarining legendalaridan $199 ga chegirma narxda chiqarib beramiz. Xudo xolasa bu smartfonlarimiz ideal, birorta petno nuqtasi yo'q. Inshaalloh olib maza qilib ishlatasizlar. 2 dona kelgan, shoshilib qolinglar. Yugurib qolinglar inshaalloh. Kim birinchi yozsa shunga chiqarib beramiz.
sozgina bo'lgan smartfonlarimiz obzorini qilib berdik. Xudo xolasa video oxirigacha ko'rdilaring va narxlar sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz. Bizga obuna bo'linglar, layk va podpiskani unutmanglar. Instagram, Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib boringlar. Kunda post, storiya qo'yamiz, Telegramga telefonlarni narxini joylaymiz. Inshaalloh sizlar har doim bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Narxlarimiz atrofga qaraganda ancha arzon. Layk va podpiskani unutmanglar. Inshaalloh bizni qo'llab-quvvatlanglar.